İkinci bölüm, 3. kısım. Soğuk bilezik. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlayımız. Soğuk bilezik. Endi sizga shu qitimki men qutqizish uchun kelgan qarindishimdan so'rab bilganlarimni shu erning o'z ig'zidan anglatay. Qarindishim aytdi. Men gapni tutilib qolgan vaqtdan boshlab so'zlab beray. Saqchilar bizni tutib saqchi idorasiga olib keldi. U vaqtda kech soat 8lar bo'lgan edi. Meni bir kamerga kirdi. Kamer ichida 30 atrofida odam bor ekan. Men bir bulonda o'tirdim va bu kechin yig'i bilan tong otqizdim. Chunki tutilib qolgan men yolg'iz emas, ayol bolalarim va ikki hamshiram va uningdan boshqa bu dunyo ko'z ochqili amdil 30 necha kun bo'lgan bir buvoq bor edi. Biz ashu saqchi idorasida 2-3 kun atrofida turib qoldik. 4-kuni saqchilar etiganda bizlarni zanjir bilan bir-birimizning qo'llarini bog'lab, to'chaylik mashinaga silib elib mangdi. Biz bu mashina bilan bir oz mang'andan keyin sud mahkamasiga keldik. U yerning kichik bir kamerda 6-7 soat turgandan keyin saqchilar bizni sudga elib chiqdi. Biz sud maydonida 15-20 minut atrofida turgandan keyin bizlarni yana ilgari turgan kameraga akirib qo'ydi. Biz bu kafirlarning tilini bilmagachga nima ishlar bo'ldi bilmadik. Ondan kech bo'lganda bizlarni mashina bilan elib mangdi. Bu vaqtda endi nega boramiz, nima ishlar bo'la degan xiyollar bilan kallamda har xiyollar bor edi. Biz mashina bilan menib bir tor yo'lga kirdik va bir darvoza oldiga kelib to'xtadik. Men na Xitoy tilini va boshqa tilni bilmaydim. Hatto nega kelganimni bilmadim. Darvoza ichidan saqchi formasi kiygan ayol saqchilar kelib, ayol bolalarim va hamshirlarni mashinadan tushirib, darvoza ichiga elib kirib ketdi. Men o'z tilimda, "Bolalarim, nega elib borsan? To'xta, menim elibman. Bizni bir yerga qo'y" deb to'vladim. Ko'zlarimdan eqiyotgan yoshlar bilan to'xtamasdan mashinaning to'mirini urdim. Ular mening bu yig'izarlik qilgan nolamga parvomi qilib qo'ymay, ayol bolalarimni elib ketdi. Keyin meni va men bilan sudga kelgan boshqa kishilarni boshqa tarafga elib mangdi. Ondan biz cho'ng bir turma darvozasi oldiga kelib to'xtadik. Biz ichki darvozadan kirgandan keyin bizlarni mashinadan tushirib turma ichiga kirdi va 3-darvoza oldida to'xtatdi. Ondan qo'llarimizdagi ko'yiz kishanni elib etdi va bizlarda bor bo'lgan barliq narsa keraklarni oldimizga qo'yishga va kiyimlarimizni silib ratlik turishga buyurib ishorat qildi. Men qo'rqib nima qilishimni bilmay turardim. Chunki men bunday ko'rinishlarni hayotimda ko'rib boqmagan edim. Men saqchilarga kiyimimni solmayman, men musulmon deb turib oldim. Ammo ular so'zimga pisatma qilmay, 4-5 g'alchi kelib kaltakni enaklarimga va maydamga do'qqislatib, meni kiyimimni silishga majburladi va meni qip-yalang'och qildi. Bu g'alchi degan yaloqchilar turmada saqchilarning yordamchisi edi. Ular saqchilar nimani shuni qiladi. Bu pastkash g'alchilar bizlarni yalang'och qilib bo'lgandan keyin bizlarni o'ltirib qo'pqili soldi va sakligil soldi. Buni oz deb bu pastkashlar bizlarni oldimizga engishtirib, maqatga qo'lchiroq tutib tekshirdi. Bu ishlar tugab bizlarga turmada maxsus kiydigan kalta ishlarni kiydirib turma ichiga elib mangdi. Oldimiz tarafda simtor bilan to'silgan to'smatamning keyni tarafida boshqa jinoyatchilar bor ekan. Ular biz yankalda xunlarni ko'rib, isqiritib, chavakchilab, kiyimlarini va lungi degandek narsalarni osmonga etib, to'xtamasdan to'lab chirqilishyotdi. Men bunday ko'rinishlarni faqat televizorda ancha-muncha ko'rgan edim. Lekin hozir ko'z oldimda bo'layotgan bu manzarlar meni to'lim azoblayotdi. Bizni elib mang'an g'alchilar turmaning jinoyatchilar tamoq yeydigan o'rniga elib keldi va bizlarga bir qoch guruch va bir ozdan qo'rimsa elib keldi. Men bu tamoqlarni faqat yeyolmadim. Chunki bu tamoqlar bekla ochiq ekan. Boshqalar tamoqlarini yeb tugatdi va menga tamoqni yegan, bo'lmas och qolasan degandek ishorat qildi. Men ularga qo'rsqim ochmidi deb ishorat qildim. Ondan bizlarni yuyindigan yuyinish ko'lchikining yiniga akeldi
va bizlarga tezdan yuyinish deb to'labdi. Ammo men gapni tushunmagachga tix yuyinmay turatdim. G'alchilarning biri menga "Senmi yuyun" dedi. Ondan men "Menga ishton ber, buning bilan yuyinsam boshqa ishton yo'q" deb ishorat qilgandan keyin ular menga bir tal ishton kelib berdi. Biz yuyinib bo'lgandan keyin bizlarni yana ilib mangdi. Endi biz jinoyatchilar turgan kamerning eshik oldiga keldik. Soqchi bizlarni yana kiyimlarimizni silishga buyurib yalang'och qildi va shu piti ikkinchi qavatdagi kameraga ilib chiqdi. Soqchilar bizlarni kameraga solib o'tib, yotoqda birsiga bir nimalarni deb qo'yib ketib qoldi. Bu kamerada 100 atrofida odam bor ekan. Kamer boshlig'i bizlarning ismlarimizni, davlat tavallikimizni, qaysi dinga e'tiqod qilganligimizni so'rab yozdi. Bu ishlar tugagandan keyin bizga o'rin berish uchun barliq kishilarni qistab, bizga o'ltirishga mumkin bo'lmaydigan o'rinni ko'rsatdi. Navoda men bu o'ringa borsam, nima deyotganimni bilmay qolatdim. Chunki bu kamer bek kichik, uningda turadigan odam bekli ko'p ekan. Men bu kamerda 3 kun atrofida turib qoldim. Ondan meni boshqa musulmonlarning yotiqiga yo'tkidi. Keyin bu turmaga kelgili 3 kun yoki 4 kun bo'lgan vaqtda mening ismimni turmaning kishilarini to'laydigan yangratqusi chaqirdi. Ondan yenimga bir g'alchi kelib, qo'limdan tutib, xuddi kichik bolani yetlab mangandek yetlab ilib mangdi. Ondan meni turmaning bir tarafida turgan boshqa odamlarning kiyinishiga o'xshamaydigan qizil ko'ylak kiyib o'tirgan kishilarning yonida menga shu qizil kiyimni kiydirib turg'izdi. Men bu vaqtda meni mush kiyim bilan ayrim qo'ydigan o'xshaydi deb o'ylab turishimga yana boshqa 4-5 kishini ilib kelib, ularga shunday qizil kiyim kiygizib qo'ydi. Keyin bilsam, bizlarni ko'rish uyga ilib bormoqchi ekan. Ko'rish uyga boradigan kishilarga shunday kiyim kiygizdi ekan. Ondan bizni ko'rish uyga ilib kirdi. Meni bir odam qo'l ishorati bilan chaqirdi. Men keldim. Bizning oramizda sim to'ri va aynakdan yasalgan to'siq ayirib turadi. Biz telefon orqali ko'rishdik. U Uyg'ur bola edi. Boshqalarning havolasi bilan meni tutilib qolganimni bilib izlab keldi ekan. U bola menga ko'p sabr qilishimni, o'zlarining yo'limni menga bu yerdan pat yaqinda olib chiqib ketadiganligini, meni g'am qilmay Allohni ko'p eslashimni aytdi. Men ayol bolalarimning nima ekanligini bilmagachga, ularning nima ekanligini, hozirgi ahvolining qanday ekanligini so'rdim. U birodar, ular ayollar turmusida turibdi. Ko'p g'am qilmanglar dedi. Men ularning turmuga solanganligini anglab, ko'nglim shundoq yerim bo'ldiki, hayotimda bundoq bo'lib boqmagan edim. Shuning bilan men u birodar bilan xo'shlashib, ko'rish uydan yenib chiqdim va hali qizil ko'ylakni silib o'tib, uning o'rniga turmaning boshqa ko'ylagini kiyib, yotoq oldida kishilar o'ltirib paranglashgach bir narsa o'ynaydigan o'ringa keldim. Bu turmada buningdan boshqa oftobdan soya bo'lgudek boshqa o'rin yo'q edi. Men shu yerdagi bir to'rikka yo'linib osmonga qarab yig'lab o'ltirdim. Men endi ayol bolalarim va hamshirlarim qanday ahvolda turayotgandi deb o'ylash bilan ig'ir g'amda edim. Chunki men o'zim turayotgan turmush sharoitini ko'rib, ularning ahvolini tasavvur qila olgan edim. Men endi qanday qilay? Nima amalim bor? Shunda xiyollar va g'am bilan o'ltirgan joyimda qancha uzun o'ltirganimni bilmayman. Bir chog'da bir yinimga kelib, "Menga tamoq yeymiz" dedi. Mening tamoqqa ishtahim yo'q edi. "Bormayman, o'zing yeb kel" deb qo'yib o'ltirdim. Kunlarim shundoq davom qilib ketyotdi. Meni ko'rgan kishi meni sarang bo'lgan o'xshaydi deb o'ylab qolatdi. Chunki mening holim rostli sarangga o'xshab qolgan edi. 6-kun etiganda yotoqdan sirtqa chiqish oldida turibdi. To'satdan turma qo'ng'iroq chilinib, ismim chaqirildi. Yana nim bo'lgandi? Qanday ishlar yuz beradigan xiyollar bilan tursam, bir g'alchi kelib meni ilib mangdi. Biz bu qitam turmaning bulung'idagi eski bir yerga keldik. Bu odamlarning putiga zanjir soldigan o'rin ekan. Ondan mening ikki putimga 60-70 santim uzunlikda va 4-5 kilo ig'irlikdagi zanjirni silib, chas soqollarimni ilib bir yerda o'ltirg'izib qo'ydi. Men, tex ko'radigan kunlarim oldimda o'xshaydi deb o'ylab o'tdim. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزته تسمو به